Bitta uyga egamiz, bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumanida Nikitina joylashgan uyimiz bo'ladi-da. Mana bu qandiliga e'tibor bersanglar-chi. Ko'ryapsizmi? Ikkinchi qavatdan osma qandili bo'ladi. Shunaqa tushirib turilgan, bir ham boshqacha qilib qo'yilgan. Bundan tashqari mana bu yerda yana bitta qandil qo'yib ketilganda, qo'l qismida qandil bo'ladi. Mana bu qo'l tizimini ko'ryapsizmi? Bir ham boshqacha qilib qo'yilgan. Neobычный uyimiz bo'ladi. Bu ota-onalar uchun yotoqxonasi, bu tomonimiz gostivoy sanuzel qismi bo'ladi va bu tomonimiz ota-ona eng ayollar sevadigan oshxona tizimlari bo'ladi. Qaranglar, oshxona uchun mazza qilib yuboradigan joyida bo'sh tizimlari qilib ketilgan, hammasi texnikalari bo'shda. Bu staloy qismi eng mazza qilib yuboradigan joylarida bu. Qaranglar, o'zbekga eng yoqadigan joyi hisoblanadi staloy qismi. Choy ichib chiqqandan keyin shu yerda o'tiradigan joyida. Mana bu zal qismi, mehmonlarni kutib oladigan zonasi. Mana bunga e'tibor beringlar-da endi. Ko'rdinglarmi? Uyimiz Mirzo Ulug'bek tumanida Nikitinada joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi pastda opisiyaga yozib qo'ygan bo'laman. Bemalol aloqaga chiqib, bosib olinglar bu uyga.